2 kun oldin men akkauntimni boosterga bergandim. U esa meni hayron qoldirdi. 56 ming kubikdan 62 ming, 22 ta primedan 34 ta prime qilib tashlabdi. Buning ilojisi bormi yo'qmi bilmadim. Va bugun biz shu pishqirgandagi prizlarni olamiz. Va qani ko'ramiz qanchalik omadimiz kelar ekan. Mana akkauntga ham kirib oldik. Akkauntda nimadan musobaqalar bor? Rekord, kubok, ranked, Brawl Passdan ham. Buni biz hozir ketma-ket bitta loyiha ko'ramiz. Sizlar taxmin qilib hozir kommentga yozib qo'yinglar, bizga nechta skin tushar ekan. Qani bo'lmasam ochamiz. Uje mana birinchi star dropni ochdik. Mana uje mana videoda boshidan omadli bo'lyapti. Mana birinchisini o'zidayoq skin tushyapti. Endi qolgan savollar qiziq emas, chunki star drop yo'q, biling, moneta yoki shunaqa. Endi Brawl Passdan birinchi oldi startlarni olib chiqamiz, chunki bular hammasi musor. Hech narsa tushmaydi. Men open case olmasiz joylarni sizlashtirib qo'yaman. Sababi sizlar zerikib qolmashinglar uchun. Brawl Passda startlarni olib chiqdik. Hech narsa tushgani yo'q. Endi olsam Charles dropni ochib ko'ramiz. Uje epic, mana uje mifik ham bo'ldi. Davay, legendarniy bo'l, legendarniy. Bo'lmadi. Birlikda kerak. Yaxshi. Uje bu videoda oy 2 o'qisa ham kerak. 9 ta bo'ldi. Default. Hech narsa tushmaydi. Prosta musor. Brawl Passdan ham sovg'alarni olib chiqdik. 150 ta kerak tushdi. Endi ranketdagi 39 ta sovg'ani olib chiqamiz. Mana birinchi o'zi legendarning gadjetmi, sarormi, vashsha kerak emas edi. Endi pinni olib qo'yamiz. Bitta ikonka ham bor ekan. Endi stardroplarni telashtiraman, chunki stardroplar mana bir hech narsa tushmaydi. Mana videodagi 3-legendarniy va bizga skin tushamikan? Yes, bizga skin tushdi, nihoyat. Lekin men El Primoga buni yashili va ko'p skin bor edi. Yana bitta stardrop. Mifik legendarniy bo'lib ketdi. O'zi mana videoda 4-legendarniy stardrop. Kayf. Mana 4 ta legendarniy stardropdan o'zi 3 ta skin tushdi. Vashli kayf. Yana bitta pin secretdan keyin yana biz bitta legendarniy stardrop kutib turibdi. Qani tarix qilib turinglar, bizga nima tushar ekan? Mana giper zaryad. Bu ham bo'laveradi. 5000 tanga plyus o'lyapti. Mana legendarniy stardropga yozgani 2 ta oldi. Undan keyin bitta legendarni ochamiz. Yana skin tushsa lekin 5 tadan 4 ta bo'lardi, lekin o'ta so'rish bo'lardi. Ikkita power o'yinda mana legendarniy stardrop. Ko'z yumilganda mana yana skin 5 tadan 4 ta eng omadli bo'lgan esa mana menda bo'lyapti. Ko'rasizlar o'zingizlar. 5 tadan 4 ta mana skin tushdi. Hozir mana yana stardrop. Uje mifik. Mana ko'ryapsizlar 7 tadan 6 ta. Qani skin tushamikan? Mingta kerak. Bu ham bo'laradi mana. Slavamos uje oy 2 bo'ldi. Chotki vashshi o'ta go'zal. Bizga mana oyda ikonkasini berar ekan. Vashshi kerak emas. Uje ranketda ham kam qoldi, lekin hech ranketdan skin tushmadi. Hozir bunda ham tushmaydi. Mana har doimgidek 100 biling, faqat 100 biling beryapti. Mana epic Crow Gaping. Bo'laradi mana ranket. Endi bu safar kuttiramiz, 3 ta sakragandan keyin ochib ko'ramiz. Mana nihoyat ranketdan skin tushdi. Endi armonim qolmadi. Umuman tushmaydi bu skin ranketdan. Uje bu menimcha 5-skin bo'lsa kerak. Lekin o'ta omadli bo'lyapti open case. Ranketdagi oxirgi drop bizga har doimgidek 100 bilim beradi. Hech qanaqa yangilik yo'q. Bunga endi hayron ham qolmay qoldim. 100 bilim beryapti faqat. Ranketdagi, kubokdagi, Brawl Passdagi hamma sovg'alar tugadi. Endi eng oxirgisi rekorddagi
5 ta Stardroplar ochib ko'ramiz. U yerda bitta legendarniy bor. Uni oxirida ochamiz va bu videoda bu oxirgi 8-chi legendarniy Stardrop bo'ldi. Bu Stardroplardan hech narsa tushmayapti. Har doimgidek oxirgi Stardrop va bizda eng oxirgi legendarniy Stardropni ochamiz. Yana shkola beryapti. Yana bitta Stardrop olib ketibdi. Bundan keyin ochamiz degan oxirgisi. Tayyor bo'lsanglar, mana 200 ta ranket yutganimga bergan legendarniy Stardrop ochamiz. Buni ham skin bersa lekin mana eng oxirgi Stardropdan yana oxirgi skin tushdi. Nechta skin tushganini kommentariyada yozib qo'yish esinglardan chiqmasin. Ko'rib turganingizdek, men akkaunt yangi oldim va bugunni o'zgartiramiz. Tayyor bo'lsanglar, bam. Mana ID Strip'da bemalol yurib tashlasanglar olaman, birga o'ynab kubok ko'taramiz. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Albatta like va komment yozib qo'yishdan chiqmasin. Hadisga naxuy keragi yo'q.